sunnatda kelgan duo. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 yoqimsiz narsadan panoh so'rab duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika min jahdil bala va darakish shaqa va su'il qada'i va shamatatil a'da. Buxoriy va Muslim rivoyati. Quyida ushbu duoning ma'nosi va qisqacha izohlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi: Allohumma inni a'udhu bika min jahdil bala. Allohim, men sendan qattiq sinovdan panoh tilayman. Ya'ni menga toqatim yetmaydigan, bartaraf eta olmaydigan qattiq musibat va sinovlardan sendan panoh tilayman. Bu sinovlar jismoniy bo'lishi mumkin, masalan, kasalliklar, yoki ma'naviy bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir meni haqoratlasa, orqamdan g'iybat, chaqimchilik, bo'xton va boshqa yomon so'zlar bilan menga ozor bersa. Shuning uchun bu duo turli shakldagi barcha balolardan Allohdan panoh so'rash hisoblanadi. Ikkinchi: va darakish shaqa. Ketma-ket keluvchi baxtsizlikdan menga panoh ber. Ya'ni dunyoda yoki oxiratda jismim, oilam, molim yoki ruhimda halokatga uchrashdan, azob va qiyinchilikka duch kelishdan menga najot ber. Bu holat ko'pincha insonning gunoh va xatolari ortidan keladi. Yana bu yerda inson hayotida doimiy baxtsizlik yoki qiyinchiliklar zanjiriga tushib qolishdan Allohdan panoh so'rayapti. Uchinchi: va su'il qado. Ya'ni taqdirimda yomon va kulfatli holatlar bitilgan bo'lsa, ulardan meni asragin. Bu yomon taqdir insonga salbiy ta'sir qiladigan har qanday qarorni qamrab oladi. Dinda, dunyoda, mol-mulk, oila, farzand, hatto oxirgi holat, yomon xotimada ham. Shuni bilish kerakki, yomon taqdirdan panoh so'rash Allohning taqdiriga rozi bo'lishga zid emas. Chunki bu duo Allohning amri va rahmati doirasida bo'lib, u zotning bandalari uchun sunnat qilib belgilab qo'yilgan. Allohning amr va hukmlari hammasi xayrli, yomonlik undan emas, balki ular banda uchun sinov sifatida beriladi. To'rtinchi: va shamatatil a'da. Dushmanlarning ichi qoraligi, ya'ni meni ko'ra olmasliklari, menga bir musibat yetsa, shodlanishidan panoh ber. Ya'ni kimdir mening boshimga tushgan musibatdan xursand bo'lsa, mening qalbim siqiladi, jigarim og'riydi. Bunday holat odamning ko'nglini ranjitadi. U adovat, g'azab va hatto zulmga ham olib borishi mumkin. Shuning uchun bu duo orqali Allohdan bunday xatarli holatdan asrash so'ralyapti. Insonning boshiga musibat kelganda dushmanlarning kulishi, ya'ni qara, qandoq edi, endi qay holatga tushib qoldi-ya, degan holatlardan panoh so'ralyapti. Shunday qilib, bu duo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jami', ya'ni ko'p ma'noni qamrab olgan so'zlaridan biri bo'lib, u dunyo va oxiratdagi barcha yomonliklardan Allohdan panoh so'rashni qamrab oladi. Uni har kuni, har holatda tilga olib, doimo Allohning himoyasida bo'lish tavsiya etiladi. Tavfiq Allohdandir.